Biz hozir studiyaga Jamshidbek hamda Sabriya Bonuni taklif qilamiz qarsaklar sadosi ostida. Kela qolinglar. Qarsaklar siz uchun. Bu yoshlarni aytishimiz mumkinki, eng rivojlangan mamlakatlarning oliygohlariga talaba bo'lgan yoshlar va o'zbek bular. Bayram muborak bo'lsin bolajonlar. Bayram muborak. Bitta stolimiz bor faqat. Qiz bizga beraylik. Marhamat. Biz kutib turamiz. Bayram muborak bo'lsin. Qanday yutuqlarga erishgansiz? Assalomu alaykum. Hammaga mikrofon. Ismim Jamshidbek Izzatullayev. Namangan shahridanman. Yoshim 19 da. 2023-yil Toshkent shahridagi Millat umidi maktabi bitiruvchisiman. Yaqinda Amerikani ta'lim sohasida birinchi raqamli bo'lgan Vanderbilt University'ga miya ilmi va erta yoshdagi ta'lim sohalarini o'qish uchun to'liq $372,000 grant sohibiga aylanganman. Qancha? 372,000 $372,000. Tasanno. Aka bilan ko'rsatuvdan keyin telefon orqali bog'lanib olasiz. Ota-onangizga havasimiz keldi Jamshidbek. Bu muvaffaqiyatga qanday erishdingiz? Kimni xizmati ko'p, mehnati ko'proq? Eng avvalo dadamning xizmatlari juda ham katta. Kichkinaligimdan nima bo'lsa ham eng zo'riga harakat qil, qayerda bo'lsa ham eng zo'r joyga bor deb tarbiya qilganlar. Shuning uchun albatta dadamning katta mehnatlari va ustozlarimni aynan shu maktabdagi va boshqa o'quv markazlaridagi ustozlarim. Dadangizni ismlari, onangizning ismlarini ayting. Shokirjon dadamning ismlari, Nargiza onamning ismlari. Shokirjon aka, Nargiza xonim, shunday dilband uchun sizlarga tashakkur. Mehnatlaringizni rohatini ko'rib, bular borgan mamlakatlarni sayohat qilib, farzandni orqasidan faxrlanish sizni hech qachon tark etmasin. Tasanno. Farzandlarimiz, nabiralarimiz Azizjon o'xshasin. Albatta. O'xshasin. O'xshasin. Sabriya Bonuda qanday muvaffaqiyatlar? Assalomu alaykum hammaga. Men Odiljonova Sabriya Bonu. Shu yili davlat maktabi bitiruvchisi bo'laman va shu yili men Carnegie Mellon University Qatarga biologiya sohasi bo'yicha dunyoda 16-o'rinda turadigan Carnegie Mellon University Qatarga 100% grant bilan 305,000 grant yutib qabul qilindim. 305,000 grant. 305,000. Bitta narsani so'rab olay, hali maktabni tugatganingiz yo'q. Yo'q, hali maktabni tugatganlar yo'q, lekin allaqachon chet eldagi eng oldi qatorlarda bo'lgan oliygohni talabasi bo'lib turibdilar. Sirojiddin, bitta savol bor edi. Endi mana grant yutganingiz haqidagi xabarni birinchi o'zingiz o'qidingiz-a? Kimga aytdingiz birinchi? Gulbahor opa, Sultonposhsha opa, onalar xursand bo'ladi-da bunday paytda. O'sha yutuqni birinchi kimga aytib suyunchi oldingiz? Onamga aytdim birinchi. Ular nima ish qiladilar? Onam shifokor. Ana. Vrachlar, o'zim Farg'onadanman, Farg'ona viloyatidanman. Shu 9-sinfgacha birinchi yilda ixtisoslashtirilgan Oltiariq tumanidagi maktabda o'qib, keyin davlat maktabiga 15-maktabga o'zgartirganman. Va shu nima dedilar? $302,000. 305,000. 305,000 dollar. Rosa xursand bo'lishgan, albatta. Sen bilan faxrlanaman qizim. Birinchi o'rinda degan. O'qishga qachon ketasiz endi? Avgustda, xudo Avgustda. Orzular qanaqa? Orzular? Orzularim bu universitet, o'zi Amerikan universitet, lekin filiali, ya'ni kampusi Qatarda hisoblanadi, Qatarda. Va albatta xudo xohlasa 100% grant yutib, endi u yerda borib, o'z sohamning yetuk mutaxassisi bo'lib, u yerda barcha bilimlarni o'rganib, bu yerga kelib O'zbekiston meditsinasiga katta hissa qo'shmoqchiman. Siz ham shifokor bo'lmoqchisiz demak. Onajoningizni sizlardan ketasiz. Jamshidbek kim bo'lmoqchisiz? Rejalar, orzular. Orzularim to'g'risini aytsam juda ham ko'p. Aynan o'zimni qiziqishim, o'zimni soham bo'yicha juda ham qilmoqchi bo'lgan katta ishlar bor. Masalan, aynan shu Vanderbilt universitetini yaxshi baholarga bitirsam, nasib qilsa 4 yildan keyin Garvardda o'qimoqchiman. PhD sohasini, ya'ni doktorskiy yoqlab, O'zbekistonga nasib qilsa shu yaqin 10 yil ichida to'liq qaytib kelib, shu miya ilmi sohasini, erta yoshdagi ta'lim sohasini rivojlanishiga hissa qo'shmoqchiman. Aynan shu sohada tadqiqotchi olim bo'lib ishlamoqchiman. Yana bitta menda savol tug'iladi. Savol bermasak bo'lmaydi. Bering savolingizni. Tiktirib olganim yo'q. Bunday yoshlar qarshisida tikka turish kerak. Yana bir gapda, bugun juda ko'plab insonlardan yoshlar kitob o'qimayapti, yoshlar rivojlanmayapti degan gaplarni eshitamiz. Bular qayerdan? Ular o'zbekni shunaqa yoshlari musiqa ham qo'yam tinglab turasizlarmi? Chunki buyuk suyuklar ham bitta musiqa asbobini chalishni bilishgan. Negadir? Tinglashni bilishgan. Jamshidbek umuman musiqa tinglamas ekanlar. Umumanmi? Mumkin emas-ku. Tinglab turish kerak. Sabriya Bonuchi. Mana mikrofon.
Men o'zim hammaga kerak, hozir bularni bilaman ko'rib odam nima deydi? Havas kelyapti. Havasimiz keldi. Lekin bilim bilan endi hozircha san'at bolaligidan bo'ladi-ku. She'r yodlaydi, haligi madhiyal so'zini yodlaydi, hali juda bo'lmasa, hali uyg'onmagandirlar. Albatta musiqasiz hech narsa bo'lmaydi. Ilhomlantiradi Bu bolajon. shart emas u milliy musiqa bo'lishi. Dunyo musiqasini eshitsin. Baribir musiqasiz, adabiyotsiz, nimasiz Hayot. Ming dunyoni millionini olganingda ham baribir Musiqa bo'lsa. miyangni dam oldirishga kelganda juda bo'lmasa bir o'sha chiroyli kitob o'qib, she'riyat bilan musiqani tinglash. Juda men qo'shiq eshitmasam musiqani Tavsiya. tinglash juda katta bir. Men hech bo'lmaganda madhiya. Hali yoshlar hozir bilmaydilar endi, shoshib. Hali vaqt bor. Sabriya Bonuchi. men o'zim musiqa eshitmayman men ham, lekin musiqa asbobi chalishni bilaman. Qaysi musiqa asbobi? Dutor va pianino. O, tasanno. Pianino, mana pianino. Bizlar shunaqa bo'ladi. Pianino bor, gap bor. Hozir pianino chalishni bilar ekanlar. Mana pianino, mana Sabriya Bonu. Endi hozir bizda jarayon boshqacharoq, Sirojiddin qiynamaymiz. Hozir bular muvaffaqiyatlari olamida sayr-u sayohatda yurishdi. Men ham ketdim o'sha yoqqa. Ota-onalariga alohida tashakkurlarimiz, bayram muborak bo'lsin. Katta marralarga erishganda bemalol bizni studiyaga istaganda kelishingiz mumkin. Biz hamisha quchoq ochib kutib olamiz va bularni yutuqlarini tabriklash uchun Sultonposhsha O'dayevadan bitta tanovorni eshitsak, nima deysizlar? Bizda tanovor. Rahmat, yashang. Musiqa haqida 1 soatdan oshdi fikr aytyapmiz, so'z aytyapmiz. Nazarimda yoshlarimiz ham endi ham eshitamiz, yana ham ilhomimiz ko'payib, bundan ham nufuzli oliy dargohlarni talabalari bo'lishadi. Chunki musiqa bu faqat va faqat bolajonlar ilhom manbai. Faqat me'yori kerak va to'g'ri tanlov kerak. Qo'shimchasiga nima fikr aytasiz? Tavsiya uchun rahmat. O'zi aslida oldin juda ham ko'p eshitardim. Shuning uchun musiqani miyaga ta'sirini o'rgangandan keyin va aynan dopamin degan gormonni ishlab chiqarishiga qanchalik ta'sir o'tkazishini o'rgangandan keyin va boshqa ba'zi bir sabablarga ko'ra ma'lum bir muddatga to'xtatib turishga majbur bo'lganman. Tavsiya uchun rahmat, albatta o'ylab ko'ramiz. Rahmat. O'ylab ko'riladi hali. Eshitamiz. Tasanno. Ayting, aka. Bizni o'sha ma'lum muddatga to'xtatmaganimizdan 6 yoshmi 7 yoshmi hozirgacha. Endi hozirgi yoshlarda informatsiya ham ko'pda. Marhamat. Hech narsadan ta'sirlanmaydigan odamdan olim chiqadi, hamma narsadan ta'sirlanadigan odamdan shoir chiqadi deyilgan ekan. Yasha. Endi She'riyatga qiziqarkanlar. O'zim ham she'r yozib turaman. Bormi ijod namunasi? Bor, lekin aynan ustoz haqida ustozim uchun yozgandim. Faqat yodimda bo'lmaganligi uchun agar ruxsat bersangiz telefonimdan foydalangan holatda. Albatta. Bugun sizga ruxsat beramiz. O'zbekiston nomini dunyolarga mashhur qilyapsiz. Bir narsani mana shu yigit sekin tarbiyalanyapti. Hozir mana she'riyatga o'tdi. Musiqa Birpasdan ashulaga o'tadi. Yo'q, eshitgan ekanlar. Ma'lum muddat endi bunaqa nufuzli oliy dargohga kirish uchun hamma narsani yig'ishtirib, to'g'rimi Sevaraxon? Ham miyaga uni bo'shashtirish xususiyati bor-da. Shu sababli ham vaqtinchalik musiqani balki to'xtatgandirlar. Lekin dopaminni chiqaradigan boshqa dopamin bu baxt gormoni. Baxt gormoni, to'ppa-to'g'ri. U faqat musiqada emas, sport mashg'ulotlarida va o'zi yoqimli ovqat yeganimizda ham ajraladi. Shu sababli vaqtinchalik balki musiqadan voz kechgandirlar, lekin o'ylamanki, dopaminni va emotsiyalarni o'chirib faqat bilim olamiz deb o'ylamanki, tez kunda yana musiqaga qaytadilar degan. Rahmat. Endi Sevaraxon, bular erishgan yutuq millionlar ichidagi. Bu uchun albatta ba'zan nimalardandir voz kechish ham bu to'g'ri. $1000 dollarlar haqida gap ketyapti bu yerda, to'g'rimi? Ha, hozir deyarli tayyor bo'lib qoldi. Hozir qidirilmoqda. Lekin bir unga qadar yaxshi bo'lardi. Sultonposhsha opa ijro. She'rimiz tayyor bo'ldimi? She'rimiz tayyor bo'ldi. Mikrofonni olib bemalol Jamshidbekka berib, Jamshidbekdan she'rni eshitsak bo'ladi. Ustoz haqidagi she'r bo'lgan. Marhamat. Taxminan 2 yil avval yozilgan she'r. Albatta havaskor shoir sifatida. Ana. Yiqilsak, uning ko'zlari yoshga to'larkan. Yutsak hammadan ham baxtli bo'larkan. Oldilariga borib yig'lab, yolvorib qancha rahmat aytsak-da baribir bo'lar kam. Farzandidek yaxshi ko'rar birovning bolasin. Har kim bu savolga javob o'ylasin. Shu kungacha biror marta oqlay oldikmi to'kilgan soch va uzilgan asab tolasin. Kelajak bizning uy bo'lsa, ular quruvchi. Jahl qildik bo'lganda ulardan novcha, bizga bitta harf bo'lsa ham o'rgatganlarni saodatga erishtir ey yaratguvchi. Bu she'rim o'qiy olarmidingiz ular bo'lmasa? Ularni yo'qlab turmasak endi bo'lmas, a? Bu kasb mehnatini yengil ko'rsangiz, bolaga bir harf o'rgatib ko'ring bo'lmasa.
Qiyin ekanmi? Unda bugunoq vaqt ajrating biroz. Ularga kerak e'tibor va bitta shirin so'z. Men kuchliman, o'zim o'qib o'rgandim emas. Ayting. Barchasiga siz sababchi, ustoz. Tasanno dil so'zlarini satrlarga joylabdilar. Xudo xohlasa she'riyat bobida ham izlanishlar davom etsa, nazarimizda yaxshigina. Bitta orada yaxshi qo'shiqlarni eshitib, yana qo'shiqqa ozgina dam berib, keyin she'r yozsangiz yana zo'r bo'lib ketadi. Endi Sirojiddinning maqsadlari bugun musiqani ko'proq eshitishsin degan niyat. Endi biz ko'rsatuvimizga Sevaraxon bilan maxsus bir shartni ham tayyorlagan edik. Sirojiddin